Assalomu alaykum. Pazanda o'z kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qozonda shashlik kabob tayyorlaymiz. Eng avval mol yoki qo'y go'shtimizni shashlik bob qilib to'rg'ab chiqamiz. Yupqaroq parra to'rg'asak, yumshoqroq pishadi. Mana shunaqa qilib to'rg'ab olamiz. Endi bunga bitta piyozni qirg'ichdan chiqarib qo'shamiz. Yarimta limon suvini ham siqib chiqazamiz va ziravorlar solamiz. Tabga ko'ra tuz, murch, quritilgan ko'katlar, zira, kashni churug'i va yana xohlagan ziravorlarimizdan qo'shishimiz mumkin. Yaxshilab aralashtirib olamiz. Va endi buni 2-3 soatga xolodilnikda marinovka uchun qoldiramiz. Mana go'shtimiz marinovka bo'ldi. Endi buni yog'och cho'plarga terib chiqamiz birma-bir. Ko'ndalang terganinglar ma'qul, yupqaroq terilsa yumshoqroq pishadi yana ham. Mana shashliklarimizni, kartoshkalarni tayyorlab oldik. Endi qozonga ko'proq yog' quyib, baland olovda kartoshkalarimizni qizartirib qovurib olamiz. Bunda kartoshkalarimiz pishmaydi, usti qizaradi xolos. Mana qizartirib oldik. Endi yog'ni ozaytiramiz, bir cho'mich yog' qolsa bo'ladi. Va ozroq yog'da shashliklarimizni ham baland olovda ikkala tarafini qizartirib qovurib olamiz. Bunda shashliklardagi piyozlari yog'ga chiqib qizarib ketadi. Keyingi shashliklarni qovurish uchun yog'ni tozalab olib, keyin qovuramiz. Mana shu tarzda shashliklarni ham qovurib olamiz hammasini. Va endi qozonda yarim cho'mich yog' qoldirib, piyoz solamiz. Qizartirib qovurilgan kartoshkamizni solamiz. Tuz sepamiz. Pomidor va bolgarskiy soldim. Yana xohlagan sabzavotlardan qo'shishinglar mumkin. Aralashtirib olib, ustiga shashliklarimizni terib chiqamiz. Mana endi bunga yarim stakan oddiy sovuq suv solamiz va qopqog'ini yopib 45-50 daqiqa o'rtadan pastroq olovda dimlab pishirib olamiz. Mana taomimiz tayyor bo'ldi. Endi buni chiroyli qilib idishlarga suzib, dasturxonga tortishimiz mumkin. Kaboblarimizni ustidan o'zini yog'ini quyib qo'ysak, yana ham mazali bo'ladi. Endi sizlarga yoqimli ishtaha, albatta tayyorlab ko'ringlar. Juda ham yumshoq, mazali kaboblar bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelasi videolarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.